Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 2026-yil 14-iyun kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra Telefonlar yomg'iri Anjirpayda mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Anjirpayga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Anjirpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. Dollarning rasmiy kursi 32,67 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 11,981 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,198,000 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 21 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13,879 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,387,973 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1,48 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 165 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 165,130 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro va Rossiya rubl kursini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat.